Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Wins va bugun sizlar bilan birgalikda do'stlar skin qo'shishni o'rgataman degandim, ya'ni Blockbuster'ga skin qo'shishni bu videoda o'rgataman. Oldingi videoda 10 ta like yig'ganimiz uchun bu video chiqyapti bo'ldi. Xo'sh. Birinchi o'rinda Google ga kirib olamiz. Chrome ga yoki Google ga ham kirib olasizlar va bu yoqqa yozasizlar. Masalan, millioner chip bo'lsa, oddiy villager skin yozasizlar. Tushunasizlarmi? Villager skin yozganingizdan keyin bu ozgina qidiradi. Meni internetim sal pastroq mana. Nova skin me ga kirasizlar. Shuni bosasizlar. Xo'p. HP ishlayapti, juda ham sekin ishlayapti internetim. Boshqa iloji bo'lsa yo'q, mana har xil jitirlar chiqib keladi. Golemlarga o'tkazsanglar bo'ladi. Mana masalan, mana yoki mana masalan buni. Xo'p. Masalan, jitil gopnik. Ya'ni mana bunaqa Adidas kiyim ham ko'chavoy jitillar. Bunga o'tkazish bo'ladi. Xo'p, tekstur mana shunaqa Adidas kiyimli jitil bo'ladi. Pahojini ochib olsinchi. Orqasi ko'rinyapti, faqat oldi ko'rinmayapti. Shuni sal qiynayapti menga. Va masalan mana buni qila qolaylik. Ate ko'rinyapti. Bu yerdan skachat teksturani bosasizlar. Mas ko'rinyapti degan bitta ma'lumotlar skachat teksturani bosasizlar. Bo'ldi, skachat bo'ldi. Mana shu narsalar kerak edi bizga. Endi bolalar qaranglar. Bularni bu polni chiqib ketasizlar, Zarchiverga kirasizlar. Zarchiverni o'rgatganman sizlarga. Xo'p, Zarchiverga kirib turib, downloadga kirasizlar. Downloaddan mana skillarimiz chiqib keladi. Kopirovat qilib turib, Android dataga kiramiz va bu yerdan Pojal Launcher papkasini topamiz. Faylga kirib turib, bolalar Minecraftga kirasizlar va bu yerdan config'ni bosasizlar. Config'ni bosganingizdan keyin Blockbusterga kirib turib, skinsni modelsga kirasizlar. Adashib ketdim. Modelsga kirib turib, image yoki любой bittasiga tashlaysizlar. Masalan, menga image qulayroq, shuning uchun image ga tashlayman. Va bu yerdan chiqib turib, Pojal Launcherga kiramiz, bolalar. Bu sizlarga oldin o'rgatmaganim afsuslanmayman. Ozgina to'g'risini aytsam, chunki juda ham oson narsani o'rgatmasdan reski ishga berilib ketgan tomonim. Sizlar ancha kutib qoldinglar bu qismlarni. Xo'p. Endi bu yerga har xil videolar olishni va har xil preview yasashni o'rgataman. Keyingi qismda animatsiya berishni, ya'ni preview yasash uchun turgan joyda qo'llarini qimirlatish, shunga o'xshash narsalarni o'rgataman bolalar. Minecraftga kiramiz, mouse bosib qo'yamiz. Mana mishkamiz bor endi. O'sha eski worldimizga kiramiz, ya'ni mirimizga. Tezroq. 3 minutlik video bo'lib qoldi. To'g'risi video juda ham qisqa bo'ldi, lekin hammasi tiniq qilib tushuntirilyapti. Mana bunaqa temboli mishkani ulamasdan turib ko'rsataman sizlarga. Ovozini pasaytiramiz. Bizga xalaqit beradi bo'lmasam. Xo'p, bu yoqqa tushamiz bolalar. Mana buni bosasizlar, bilasizlar, buni o'rgatganman. Sek bosib turib, o'tdan bolalar qaranglar. Editni bosasizlar. Adashib ketdi bu yana. Mana. Chiqqaningizdan keyin mana shu yerda pik bossanglar o'zi chiqib keladi, mana. Butdan eng pastiga tushirib bolalar. Bunaqani tanlaysizlar. Jitilni tanlaysizlar. X bosasizlar bolalar. Mana jitilga aylandi, to'g'rimi? Shu jitilni editni bosasizlar. Ko'rinyapti degan umiddaman. Kelinglar mana shuni sizlarga sal osonroq qilib. Osonroq qilib mana bularni azimni surib qo'yaman, чтобы ko'rinishi uchun. Saqlanit. Покинуть редактор. Qisqasi buni bosasizlar, mana bu yerda pik chiqib keladi. Pikni bitta bosasizlar-da, o'sha yerdan ana qilib olasizlar. Nima deydi? Jitilni topib olasizlar pastga tushirib. Bu yerdan chiqib turib jitilni olib olganmiz. Biz editni bosib turib, bu yerdan pix texturani bosasizlar. Buni bosganingizdan keyin bani bosib turib, image, boya tashlagan faylimiz image bosasizlar va вот mana shuni qidirsanglar o'sha rasmni bizning jitilimiz qo'shiladi. Mana bu. X mana bolalar. O'sha jitilimiz bizani. Ya'ni Adidas jitilimiz, ya'ni ko'chavoy, bezor jitil deysizlarmi? Qanaqasi bo'lsa ketaveradi, garochi.
Xo'p, hammaga xayr bo'ldi. Videomiz qisqa bo'lganidan qaraganda juda ham kam bo'ldi, lekin tushundinglar degan umiddaman. To'g'risi gapirish ancha esimdan chiqib qolibdi. Video olmaganim ham ancha bo'lgandi. Shuning uchun videoga like bosib qo'yamiz bo'ldi. Keyingi video yana 15 ta likedan keyin chiqadi. Xudo xolisa keyingi videomizda blockbuster modellarga animatsiya berish haqida bo'ladi. Qisqasi bosamiz bo'ldi bundan buyog'iga.